Buni 27 million so'rayapsizlarmi? O'zi ikkovinglar ham bilib turibsizlar shekilli. Aytingchi, ash ko'ngilli gapni akam ham oldinglar. siz to'g'ri yursangiz Aka, berdingchi, gapni olsam. Bering endi, ko'ngil sog'liq sig'maydi endi. Baraka. Xo'p, baraka. 100 mingni olib boqdi. 200 ming so'm foyda ber. Nech pul o'lyapti aka savdosi? 26. 100 ming kan. 100 ming kan. 26 million so'm savdolari bo'lyapti. Ziyoniga ham sotyapti. Endi bir tushib qoldi endi, bering endi. 200 ming so'mga oling. 26 million. 26 desam orasida aka unaqa demayapti. 100 ming kam 26 million so'm savdolari. Odil nomeri bor. Hozir. Aka beraman ol. O'zi ikkovinglar ham bilib turibsizlar shekilli. Aytingchi, ash ko'ngilli gapni akam ham oldinglar. Oladigan aka. Chichi cho'zyapsiz. Ashida. O'zi ishinglar bitib qolibdi. Ertaga belamchi, rasm biror uyda 25 ga olib qo'yaman-da. Chunki endi 3-4 kun shashilmasa nima? O'zimizniki tanish bilishlik uchun olaylik. Endi bunaqa istaydigan Kunora mana olib kelib mana xochakamlarga beryapmiz ishtamolni. Aka gapi lekin mol arzon. O'zi mana 100 ming so'm tashlab qo'ysa. Siz to'g'ri yursangiz Aka, berdingchi, gapni olsam. Bering endi, ko'ngil sog'ib turibdi aka sizdan endi. Ya, aka, sig'maydi endi. Shuncha odamning gapini olib bering. Bo'ldi, sig'maydi endi. Baraka. Xo'p, baraka. O'zi ikkovinglar ham ash yerda ilinib turuvdinglar, ha? 26 million so'm. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Karates ekan. 26 million so'm savdolari. Bitti xudo xolisi. Alloh barakasini bersin. Xo'p, 26 millionga baraka bo'lgan molimizga foyda berishyapti. Savdon davomini ham ko'ramiz. Rosta aytyapman. Sotgan bo'lganimizda bu akam uchun berildi, bo'lmasa aytyapman, dadil foyda bersin. Beraman deyaman yomon pul. Gap bunda emas. Buni 27 million. So'rayapsizlarmi? O'zim ham ahlim yetadi. Akam uchun Asli oldinglarmi? Bizdan so'rashyapti soting deb. Ya men o'zim olgan bo'lsam sotardim, men savdogarman, opamlarga olib berdim. Bakkani degan uchun men akam mana ko'ngli to'g'ri gapdan pochchadan telefon chaqirdik. Tashlab qo'yamiz dedik xolos. Yana o'zingiz bilan sotib kelsa sotaring sizga o'tdim. Mo, sizniki, sotsiz ham sotmaysiz ham. Bundan ko'ra shu 300 mingni men akamga berib, bola chaqang yedir jiyanlaring olamiz. Kelur. 300 ming olamiz bundan hozir. Ha. Qara Abu Muxtar, akelingizdan bir yana qo'ying endi. 100 mingni olib boqdi. 300 ming so'm foyda berishyapti. 26 million 300 ming so'm berishyapti, berilgani yo'q. Bering aka 1 tonna oladi. Bani ketishini qaranglar, ukalar. Dahshat. Joning sog'o'gi. Gigant narsa ekan. Nech pul bo'lganini ham bila olmadinglar. Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Telegram orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka-uka opa-singillar, hamyurt qadrdonlar. Hammaga xayrli kun. Bugun 2026-yil 13-yanvar. Hafta kuniga seshanba. Hammani kuni fayzli, barakotli, mazmunli o'tsin. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan videolarimizni olyapmiz. Qirg'iziston Shvetsparoda buqamiz bor. Xudo xolasa bugungi bir dona zo'ridan ko'rsatamiz, ma'lumotlarni beramiz. Kimgadir biz bergan ma'lumotlari ma'qul kelsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, qadrdonlar, videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bittadan like-ni bosib qo'ysanglar, xudo xolasa biz to'liq ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Bo'ylari 1.10-1.15 oralig'ida. Hali yoshiga yetib yetmagan Qirg'iziston Shvetsparoda buqamiz. Sog'ligi, yeb ichishi, yashurlarigacha garantiya beramiz. Sababi
yashurdan chiqqan. Yengil bo'lib o'tib ketgan, hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlar yaxshi tushunadigan insonlarsizlar. Tuyog'iga o'tmagan. Yashur faqat og'izda shaloq bo'lib qaytgan mana. Tuyoqlari bus-butun, hamma yo'g'i. Umuman tuyoqqa yashur kelmagan. Tuyoqda hech qanaqa nuqson yo'q, aka-ukalar. Orqa oldilari zo'r, xudo xolisa, orqalari balandligi, kengliklari zo'r, tanajoni sog', yeb ichib o'ynab turgan narsa. Xo'p, qulog'idagi berkasi necha ekan? 07 38. Aka-ukalar 0738 Qirg'iziston. Mana shu birkalari bilan birga yetib boradi uylarga. Yeyish-ichishlari o'ta kombayn. Buni o'zingizlar yaxshi bilasizlar, yashurdan chiqqan mollar yeyish-ichishlari zo'r bo'lib ketadi, sababi ular antibiotiklarni olib, askarbinkalarni olib ishtahalari ochilib ketgan juda ham. Ana shuning uchun xotirjam boqaverasizlar. Yashurdan o'ylanayotgan, bozorda yashur ko'p, mol olishga o'ylanyapman deb yurgan tanish do'stlaringizlarga jo'natishinglar mumkin. Bu videoni bemalol xotirjam o'ylanmasdan olib boqsa baraka topadigan narsa. Yosh ko'chat aka-ukalar. Toza Qirg'iziston. Perchoskalarni qaranglar buni. Kallalar ham o'ta baquvvat, qo'ng'iraqqa o'xshaydi, o'ta polvon narsa. Yosh narsa. Boqqan odam rahmat deydi, xudo xolasa aka-ukalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 22,5 million so'm kami bor, kelishiladigan joyi bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkalari bor. Ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishiladigan joylarni kelishamiz. Bizni musofirdan turib ko'rayotgan aka-ukalarimiz uchun mana shu raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar ham bemalol savdolarni qilamiz. 500 ming so'm, 1 million so'm zakovatlari tushgandan keyin vodiy bo'ylab xonadonlarga yetkazib olib borib beramiz. Qolganini shofyorlarimizdan berib yuborasizlar. Aka-ukalar orqa oldilari zo'r, xudo xolasa mana. Orqalari ham to'rtburcha, 4 son, polvon narsa. Telefon qilasizlar, xudo xolasa kelishamiz. Ketkizgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar. Bittadan like bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'yinglar aka-ukalar. Joninglar sog' bo'lsin.